Снимаешь? Все. Вот пока она работает, я буду объяснять. Бэкграунд хопты. И Abdullah kech keldi bu. Ладно. Tushuntirib beraman. Bugun soat 10 da pososiyaga kirishim kerak. Soat 9 bo'ldi endi. Dokumentlarim. Вот, pososiyaga kirish kerak bo'lgan dokumentlar. Видно? Вот, ko'rsatish uchun qanchaligini. Bu yerda bitta applikantni muzika qo'shishdi. Bitta applikantni dokumentlari. Bu meni dokumentlarim. Bu juda ko'p. Shuning uchun вот nega viza uzoq ko'riladi desa Italiyada shunga, chunki men o'zim mana shuni kitob razmerida, bu bitta kitobni o'qishga bir oy vaqtim ketadi. Endi, конечно, pososiyada shunaqa uzoq ko'radi. Shoxsani olib qo'yinglar. Так, bu такой family content bo'lsa. Endi dokumentlarga olib kelib, men shart emasman, videoda snimek чуть-чуть так. Dokumentlarni ko'rsatamiz. Видно всё? Bu yerda men to'g'rimdagi dokumentlar menga tegishli, hammasi, o't mashinchasi, bu ham menga tegishli ekan. Bu oila a'zolarimga tegishli. Bu yerda oyim, dadam. Endi bitta ko'rsataman. O'zi bu juda ham lishniy informatsiya hisoblanadi. Baribir ko'zingizning oldiga kelish uchun ertaga agar Italiyaga hujjat topshirsanglar, u примерно qanaqa ko'rinishi kerak, qancha hujjat bo'lishi kerak, shuni ko'rsataman. Davay. Bu meni pososiyadan olgan terminim soat 10 ga yozilgan. 29-oktyabr. Bundan keyin nima bu yerda? Tak. Italiya pososiyasi uchun viza anketa to'ldiriladi. Unga hujjatlar yoziladi. Bu metrika. Metrikani apostilizirovaniy qilib ingliz tiliga mana bunaqa tikib notarialniy перевод qilinadi. Undan keyin bu meni загранпаспортim kopiyasi, yashil pasportdan biometrik pasportning kopiyasi. Keyin Bologna universitetiga qabul qilinganim, pre-acceptance'im ikkita kopiyada. Nima qilamiz? Bu yoqqa jumalataman. Bologna universitetiga qabul qilinganim, bu pre-enrollment'im Bologna universitetidan olganim. Bu DOF Declaration of Value sizda bo'lishi mumkin, chimiya bo'lishi mumkin, arziy bo'lishi mumkin va hokazo. Undan keyin bu meni insurance'im. Bu dokumentlar уже buni bitta papka qilib qo'yaman. E'tibor beringlar, dokumentlarni pososiyaga olib kirganda mana shunaqa chiroyli qilib bir-biriga bog'lab tikib olib kirsanglar, ular storiesda fikri ijobiy bo'lishni boshlaydi. Ya'ni siz juda ham adekvatniy odam hisoblanasiz ular tilida. Endi buni ochamiz. Bu sug'urtam, uchish biletimni bron qilingani to'g'risidagi tasdiqnoma. Bu yashash joyim, bir oyga bron qilingani to'g'risida mana 8-chisilodan 11-oydan 12-oygacha puli to'langan deb yozilgan. Bu agar siz ofitsialniy biror bir joyda ishlasangiz, daromadingizni, ishlashingiz to'g'risidagi ma'lumotlarni va hokazo ko'rsatasiz. Men tadbirkor bo'lganim uchun, nomimda firma bo'lgani uchun mana firmaning guvohnomasi ingliz tilida. Men u yerda direktor bo'lib ishlayman, direktor bo'lib tasdiqlanganim to'g'risida. Bu firmaning suddan, налоговыйdan qarzi yo'qligi, soliqdan qarzi yo'qligi, hujjat o'zbek tilida bo'lgani uchun buni ingliz tiliga notarialniy перевод qilganman. Bu tushunishlar uchun har bitta notarialniy перевод 300 ming 400 ming so'm turadi. Oxirida tushuntiraman, demak bu haqida aytaman. Bu firmamning balansi. Yo'q, bu shaxsiy o'zimni hisob kartamga qo'yilgan pul, 28 ming dollar qo'yganman. Nega? Что 1 yil mobaynida xarajatlarimga yetadi degan maqsadda. Siz buni 8 ming 9 ming qo'shishingiz mumkin. Menda просто pul bo'lgani uchun borini ko'rsatganman. Davom etamiz. Bu viza kartamni aylanmasi hisobida 28 ming turibdi. Eng oxirgi balansini ko'radigan bo'lsangiz, 1 yilda 65 ming dollar aylantirilgan, 37 ming pul yechilgan примерно. Tushunishingiz uchun, endi hammada ham bunaqa natija bo'lmasligi mumkin. Men viza kartamni pul juda ham ko'p aylangan. Shuning uchun buni ham taqdim qilaman. Bu hujjat to'liq ingliz tilida bo'lgani uchun buni tarjima qildirmaganman. Viza karta o'zi ingliz tilida beradi. Mabodo siz viza kartangizni spravkasini olsangiz, bu yerda 12 oylik tranzaksiya, ya'ni 12 oylik kiradigan datamdan. Shuning uchun elchixona berish, bank berish kerak vizada. Yo'q deyish mumkin, kerak emas, yo'q, o'zbek tilida berish mumkin, lekin xavotir olmanglar. Agar viza kartangizni отчетini olsangiz, 12 oylik ingliz tilida to'liq beradi va har bitta stranitsasiga mana bunaqa o'z belgini qo'yib chiqsin. Mana bu yoqqa, mana har bitta stranitsasida pechatlari bor. Shunisiga e'tiborga oling.
davom etamiz. Nomimda Onyx mashinasi bo'lgani uchun mashinamni ham ko'rsatganman. Bu Transbankdagi summoviy kartam. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. 1.219.000, 1.225.000 kirim chiqim bo'lgan. Ya'ni meni uz kartadan faol. Sizda unaqa pullar aylanmasa, xavotir olmang. Bu u oladi, men olmayman degani emas. Shunchaki hujjat bo'lgani uchun qo'shimcha kirgizganman. Bu 12 oylik tranzaksiyasi ko'rishingiz uchun juda ham ko'p. Xullasda. Shunaqa gaplar do'stlar. Davom etamiz. Bu firmani 1 yillik aylanmasi. Buni bundoq ko'rsatib bekitaman desam, baribir ko'rasizlar. Inspeksiya xonasi unaqa oyoqda emas. Unaqa juda ko'p pullar topmaydi. Siz o'ylaganchalik milliarder emasmiz. Rahmatkeşliğimiz desa ham bo'ladi. To'g'rimi? Rahmatkeşliğimiz. Вот 809 million kirim bo'lgan, 840 million kirim bo'lgan, 809 million chiqim bo'lgan. Ya'ni ko'rib turganinglarda, shotimizda bor, yo'q 30 million, 35 million pul bor. Unaqa biz milliarder, boy emasmiz. Sizlardan olgan pulimiz sizlarning o'zingizga ketadi. Yaxshi bo'ldi, bahonda yetkazib olmayotgan gaplarni gapirib oldim. Tak, bu hujjat, tak, bitta ko'rsatib oling. Chekib oling, da, bu faqat firmaniki ekan. Bo'ldi shu. Keyin davom etamiz. Bu yerda oyimlar ota-onam bor bo'lishini yaxshi bor bo'lgani uchun faqat ikkalovligini faqat ota-onangizni ko'rsatasiz. Bu yerda onamlar ular nomlarida shu bir sparksha bor edi. O'sha sparkshani ko'rsatganman mana. Uni tarjima qilishga hech narsa shart emas. Faqat mana shunaqa ko'rinishda pechat qilib kirasiz bo'ldi. Otam davlatim, jannatim, meni homiyim. Asosida homiy ko'rishingiz kerak обязательно. Men adamlarni ko'rsatyapman. Mana adam firmasi bor, uni ham adamni налоговыйdan qarzi yo'q, mana ko'rishingiz mumkin. Va qarzi yo'qligini ham men borib notarialniy ko'rsatganman, tarjima qildirganman. Keyin dadam xuddi menga o'xshab firmasini rahbari hisoblanadi, direktori bo'lganlaridan keyin mana bu direktor bo'lib tasdiqlangan hujjat ingliz tilida qarori. Bu qaror ingliz tilida, o'zbek tilida qilganlar adamlar, lekin uni notarialniy tarjima qilishga unga ham pul, 600 ming, 400 ming, 500 ming pul ketmasin deb задним число, pechatlar hammasi o'zlarida bo'lgani uchun ingliz tilida yozib berdim, pechat qilib qo'yib bering dedim. Shunda men notariusdan pul ekonom qildim. Bank hisoblari, mana adam yosh katta odamda, ruscha bergan. Men inglizchada oldim, yoshman-da, talab qildim, menga ingliz tilida berishdi. Adamga o'zbek rus tilida berishdi. Keyin uni men borib buni ham 400 ming so'mga notarialniy ko'rishingiz mumkin. Mana shu hujjatni notarialniy tasdiqlatib keldim ingliz tiliga. Shunaqa. Bu dadamni uyi, который men ham shu yerda yashayman. Buni ham notarialniy kadastrini, mana hammasini notarialniy tarjima qilganman. Mana shu hujjatlarning ko'rinishiga o'rtacha bir 2 million pul ketdi. Bu hammasi notarial, перевод, boshqa balobatlar. Ba'zi studentlar aytadi, biz studentlarimiz ham bor. Buncha emas hujjat. Nega? Ya'ni ikkita variant. Birinchisi, rostdan sizda buncha hujjat yo'q. Ya'ni bunaqa daromadlar endi hamma har xil-ku, может kimning hujjatlari bo'lgan, bitta studentimni bizdan ham hujjatlari mendan ham ko'p bo'lgan. Chunki ularda tushum ko'p-da, har tomonlama, har xil imуществоsi ko'p, mashinasi ko'p, balobatlar. Menda faqat shu, sizda kamroq bo'lishi mumkin. Bundan xafa bo'lmang. Yana ko'p holatlarda studentlar dokumentlarni перевод qilishga pulni qizg'anishadi. Shuning uchun u hujjatlar kamroq bo'ladi. Переводlar juda ham qimmat. Tushunishingiz uchun 2 million, 2,5 million. Может kim uchun bu pul emasdir. Kimlardir uchun bu pul. Davom etamiz. Xullas, shu ko'rinishda bu yoqqa hozir tak hujjatlar joyiga taqib qo'ying. Bu yoqqa hozir $58 da. $58 qo'shib, naqd ko'rinishda hozir Abdulla chiqib keladi. $58 qo'shib, pasportni olib, to'rt pososiyga borib, suhbatdan o'tib, topshirib kelaman. Kстати, ustimdagi merch bu Italiyaniki. Italiyani komandasi Ferrariniki, точнее, Formula 1 kim ko'radi, ko'rmaydi bilmayman. Nega buni o'zi bugun kiyib oldim? Birinchidan, pososiyga kirayotganingizda bu muhim rol o'ynaydi. Men aytmayman, imенно siz imijingizga qarab viza beradi yoki bermaydi yoki imенно siz Ferraridan merch kiysangiz sizga viza beradi. Yo'q, lekin prezentabilniy vidni, ya'ni yaxshi ko'rinishni ko'rish hammaga yoqimli har doim. Va qachonki siz o'zingizni bizda endi hamma viza topshirayotganda maksimal finansiy imkoniyatlar, moliyaviy imkoniyatlarni keng qilib ko'rsatadi. Siz moliyaviy imkoniyatlaringizni keng qilib ko'rsatasizda, o'zingiz bir chochlaringiz olinmagan, taralmagan, soqolingiz qaralmagan,
holatda posolstvoga boryapsiz. Bu juda noto'g'ri. Ya'ni elchixona ishonmasligi mumkin, samimiy uyg'onishi mumkin. Что bu hujjatlar qalbaki bo'lsa kerak. Shuning uchun e'tibor bering. Xohlang kostyum kiying, xohlagan ishdan. Glавныйsi yaxshi prezentabilniy vid bo'lishi kerak. Meni bu merchni kiyishimning sababi bitta fikrni uyg'otadi. Men o'zim ko'chada Ferrari merchini ko'rsam, bilaman, что u odam Formula 1 ga befarq emas. Bilaman, что bu narsani O'zbekistonda sotmaydi. Значит, u chetdan buyurtma qilgan va uni kutgan. Xuddi shu narsa. Men bu kiyimni bir oyda olganman. Reklama qilmoqchi emasman. Просто italyanslar ham yo'q deganda bittasi bo'lsa ham e'tiborni tortadi. Значит, bu odam bu kiyimni zakaz qilib bir oy kutgan. Qanaqadir qolganlarga nisbatan sizni boshqacha qilib ko'rishi mumkin. Bunga zatsiklivаться qilmang. Просто agar imkoniyatingiz bo'lsa, elchixonaga kirganda qanaqadir yaxshi impression qolishga harakat qiling. Men bu hujjatlarni hozir to'plab, sekin posolstvoga borib topshirib kelaman. Men aytmayman, shuncha dokument menga viza garantiya beradi yoki meni kiygan merch menga viza garantiya beradi. Bu hammasi shunchaki yo'q nasib. Agar bizni qisqa va tushunarli qilib aytadigan bo'lsak, nasib qilgan bo'lsa deymiz. Yoki-da menimcha shu narsa ekan. Maksimal hech kim sizga vizaga garantiya bermaydi. Konsullikdan o'tirishidan sabab kimgadir viza bermasdi. U odam men bo'lishim mumkin. Shuning uchun men yo'q degan javobga har doim tayyorman. Mana shu hujjatlar men keragidan ortiq qildim. Berish kerak bo'lsa beradi. Bermasa, любой narsani topib bahona qiladi. Mana deydi, u uchun men yoqamni yo'q, yig'ib, tishlab, voy hammasi to'g'ri edi, operatsiyaga beraman demayman. U bergisi kelmadi, bermadi. San fakt, men keragidan ortiq qildim. Hujjatlarni o'zingizlar ko'rdinglar. Har bittasini bitta-bittalab ko'rsatdim. Shuning uchun mabodo viza chiqmasa xafa bo'lmaydi. Men ham xafa bo'lmayman. Endi unaqa narsalar bilan bormoqchi emasman. Viza oling, ilayman. В целом, har doim inson yo'q degan javobga tayyor bo'lishi kerak. Videolarni o'tkazmaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Qaysi kanalga qo'yishni hali bilmayman. No, hammaga omad. Siz vizaga kirmagan bo'lsangiz hali siz ham kirib vizalarni olib chiqishingizni tilab qolaman. Bay bay. Shirin so'zingni kutaman xumor bilan, shirin damlarimizni unutmay boraman. Seni eslayman, yomg'irdan bo'lsa olib, seni o'ylayman. Tak, assalomu alaykum hurmatli hammaga. Davom etamiz. Posolstvoga hozir hujjatlarimni topshirib chiqdim. 2 soat kutdim. Soat 10 ga yozilgandim. Soat 12 da kirdim. Rostdan 12 da kirdim. Turdim, sharoit juda yomon. Tikka oyoqda turasiz, ichkari kirgizmaydi. Neudobno-da tikka oyoqda turish, uning ustiga havo salqin edi ham. Bu minuslardan bittasi. Elchixonaga kirdim. Italyanец ayol edi menimcha. Tashqi ko'rinishdan shunga o'xshadi. Birinchi navbatda nima qildim? Yaxshi salomlashdim. Buongiorno deb, menimcha единственный bilgan so'zim shu italyanskiyda. Ko'rishdim. Hujjatlarimni berishni boshladim. Suhbat yarim soat davom etdi. Studentskiy vizaga to'g'risi birinchi marta o'zim topshirishim, qolganlarda topshirishda yordam berganman. Uni baribir o'zingdan o'tgani boshqacha baribirda. Bundan oldingi vizalarim turistik viza yoki-da work and travel vizaga topshirganman o'zim. Bu studentskiy vizaga birinchi marta topshirishim. Shu kirib topshirganimda gaplarni umuman yodlamadim. So'zlarimni mendan oldingi bitta qizni ko'rdim. Gaplarini yodlagan bilinib turuvdi. Chunki voy Italiya zo'r, Rim zo'r, mana shunaqa gaplaydi. Men просто bir podkast bo'ldi-da, qanaqa bo'ldi? Ko'rishdim iliq so'rashni boshladi hujjatlarimni ko'rib. O'zing haqingda ozgina gapirib berdi-da. Men aytdim, tadbirkorman, mana shunaqa dedim. Keyin biznesing ish bilan shug'ullanadi. Mana shunaqa studentlarga yordam beramiz o'qishga. Keyin qancha pul topasan dedi. Keyin sekret dedim, aytmayman qancha pul topishimni. Dedim, nega dedi. Yo'q, o'zi dedim, xohlamayman odamlar qancha pul topishimni bilishini. Dedi. Keyin o'qishingni qanaqa qilib qoplashingni qayerdan bilaman dedi. Keyin men aytdim, o'sha yerda ko'rsatilgan. Men bank akkauntimga pul qo'yganman, shu o'qishimga yetadigan qilib. O'shanisini o'zini bilsang yetadi. Qolgan hamma topadigan pulni bilishing shart emas, dedim. Mana shunaqa hazil tariqasida bo'ldi. Keyingi savoli, nega Bologna universitetini tanlading dedi.
to'g'risi bu universitetni o'zim research qilib tanlaganim uchun meni to'xtatib bo'lmasdi. Nega? Birinchidan Bologna universiteti Yevropadagi birinchi universitet hisoblanadi. Kredit modulini mana bizda hozir Kemsga o'tdik-ku, kredit modulini tizimga solgan universitet dunyo bo'yicha o'zi Bologna universiteti ekan. Kredit modul qilamiz deb. Va men shu qiziq statyani o'qib qolgandim. Va asosiy mana shunaqa narsalarni aytib ketdim. Bu Bologna universiteti kredit modulini taqdim qilgan eng birinchi universitetlar, Yevropadagi eng birinchi universitet hisoblanadi Bologna universiteti. Adashmasam. Keyin yana nima sababini aytdim? Keyin yo'nalishim dedim. Meni yo'nalishim entrepreneur finance, предпринимательское finanсы, adashmasam rus tilida shunaqa tarjima bo'ladi. O'zbekchasida tadbirkorlar moliyaviy boshqaruvga o'xshashib ketadi bu, shunaqa. Balki mendan yaxshiroq tarjima qiladiganlar bilsa, buni to'g'rirog'ini aytar. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Вот, yo'nalishim shu dedim. Как o'zim as an entrepreneur, ya'ni o'zim tadbirkor bo'lganim uchun bu narsa menga juda ham kerak dedim. Nega dedi? Buxgaltering yo'qmi dedi. Aytdim, shunday buxgalterim bor. No baribir kuchli отчетlarni tushunmayman dedi. Nechta odam qo'lingda ishlaydi dedi. Men aytdim, 15 ta odam qo'limda ishlaydi dedim. O zo'r ekan-ku dedi. Da zo'r, yaxshi harakat qilamiz. Qanchadan ishlaysan dedi. Aytdim, 3 yildan beri, voy, faqat tomonga dildan suhbat bo'ldi. Qolgan ko'shkalardagi odamlarni ham o'sha reaksiyasini sezyapman. Bizda qiziq suhbat bo'lgani uchun e'tiborli bo'lishni boshlayapti. Shunaqa bo'larganda o'zi Anchiloy Parkga o'xshab momentda hamma yoqda nima bo'layotganini his qilasiz. Xullas, aytdim shunaqa 15 odam ishlaydi. Kelajakda tadbirkorlik bilan kengroq shug'ullanmoqchiman. Uning uchun menga knowledge yetmayapti. It's not enough deb aytdim. Keyin yaxshi dedi. Yana bitta sabablardan biri dedim, faculty memberlarim, ya'ni professorlarim, kuchli professorlar. Men ularni kirib faculty memberlar Bologna saytida kirib o'qigandim. Men o'zim Johns Hopkins University juda ham yaxshi ko'raman. Orzuyimdagi universitetdan bittasi. Ot meni professorim Emmanuel Bayo o'sha universitetda dars bergan. Hozir University of Sydneyda dars beradi. Bologna universitetida dars beradi. Meni как kuratorim u odam. Tushunasizmi? Ot o'shani aytdim. O'shaning uchun men juda ham yaxshi ko'raman. Curriculum dedim. Yana bitta sababi dedim, meni universitetning programmi 2 yil emas, 1 yil. Men eshitmaganman boshqa kimnidir Italiyada 1 yil o'qiganini. Men o'zim topib hayron qoldim. Bolognadagi men hozir o'qiyotgan yo'nalish 1 yil, 2 yil emas. Shuni aytdim, 6 oy teoriya, 6 oy praktika. Ya'ni men 1 yil o'qimayman, 6 oy teoriya o'qiyman, 6 oydan keyin praktikaga chiqaraveradi. Universitet o'zi yordam beradi praktikaga chiqishga. Keyin shu sababini aytdim. Keyin so'radi, yo'qligingda biznesing qanaqa bo'ladi dedim. Men aytdim, bizda hammasi juda ham zo'r avtomatizatsiyalashtirilgan, menejerlarim kuchli, xavotir olmasam bo'ladi dedim. Dedi, shuning uchun ham universitetning programmini 1 yilligini tanladim. Ko'p qolib ketmay deb aytdim. Keyin qaytib kelaman deb 1 yildan keyin biznesimni davom ettiraman dedim. Dedi. То есть прям men konsulor bilan gaplashganimda emas, qanaqadir o'zimga o'xshagan tadbirkor yoki bilmayman, yaxshi vibe такой podkast bo'ldi, bilmayman, nima deydi buni, shunga o'xshadi intervyu bo'ldi. Rostman intervyu bo'ldi. То есть u viza bermayman degan nastroyda o'tirmayapti-da. Men o'zim ham yolg'on aytaman hozir yoki-da nimadir qilib ish qilib отказ bermasin degan anaqada kirmadim. Просто ochiq suhbat bo'ldi. Shuning uchun bo'ldi dedi, dokumentlarimni oldi, adam haqida so'radi. Sponsoring kim bo'ladi? O'zing sponsorlik qilasanmi dedi. Yo'q dedim. Men o'qish paytimda все-таки finansim joyda turursin. O'tda o'zining xarajatlari bor, bolalarga oylik va hokazo. Ozgina cover qiladi. No, в любом случае yetmay qolsa, adam bor dedim. Adam to'lab beradilar. Boshimda adam bor bo'lsa-la deb kuldimda. Aytdim, nega adam pul turgan, nima o'zimni ishlatishim kerak deb hazil qildim, tipa. Shunaqa deb qo'ydim. Shu bilan bo'ldi dedi, muammo yo'q, dokumentlarimni olib qoldi. Bilmayman, viza beradimi? Может, bermas. No, bermasa ham bu videoni qo'yaman. Shuning uchun xavotir olmanglar, ko'ngilli keng qilinglar, hammasi yaxshi bo'ladi. Keyingi o'sha vizaga topshirmoqchi bo'lganlarga tavsiyam iloji boricha so'zlarni yodlamanglar. Universitetlarni o'zingizlar qidirib topinglar. Konsaltinglar bilan ishlashinglar mumkin. Konsalting bilan ishlaydigan bo'lsanglar, hamma ish konsalting qilib bersa, sizlar yalpayib o'tirmanglar. O'zingizlar uchun research qilinglar. Sizni misol qaysi universitetga olib kirishdi? Sapienzami, Bolognami? Mendan oldin turgan qiz o'sha bilmayman, Italiyada, Rimda qaysi universitetda o'qigan, chunki Rimni yotib olmoqda. Kolizey, historiya, balobatlar, bu Amerika vizasiga kirayotganda ozodlik haykalini ko'rgim keladi. Hamma ozodlik haykalini ko'rgisi keladi. Xuddi shunga o'xshab. Rimda ham
bitta siyqash chiqqan gap ushlash kerak emasda. Rostdan sabab berish kerak. Men o'ylaymanki, bergan sababim sezilarli, весомый sabab deb o'ylayman. O'zimni to'g'risi stavkamni oshirmoqchi emasman. Subyektiv fikrim. Shuning uchun siz agar Italiyaga apply qilayotgan bo'lsangiz, harakat qiling, vizaga kirganingizda ko'proq ma'lumot bilishni, nimadirlar yotib olib gapirmang. Просто universitetingiz haqida ko'proq ma'lumot oling и shuni kirib gapirib bersangiz, xohlang bu italyanskiy vizagami, farqi yo'q. Menimcha o'ylayman, amerikanskiy vizaga kirsangiz ham yoki britanskiy farqi yo'q. Kirganda rostdan real narsani gapirsangiz, odam ishonadi-da, yodlab olib bir narsani aytsangiz, hech kim ishonmaydi, bo'pti deydi. Shuning uchun umid qilamanki, siz albatta vizangizni olasiz va bu video sizga foydali bo'ladi. Atilab rulla ketayotganimda oldim. Hozir pososiyondan chiqib ishxonaga ketyapman, ishlarim bor. Atilab rulla ketayotganimda oldim, чтобы tabiiy bo'lsin deb. Agar bu formatdagi video sizga yoqayotgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. O'ylaymanki, sizga manfaatli bo'ldi. Kuningiz xayrli o'tsin, omadinglar bersin. Salomat bo'ling. Получил свою визу, получается. Shunaqa gaplar. Javobi qanaqa bo'lishini qat'iy nazar bilan videoni qo'yaman degandim. Ko'rib turganingizdek vizani berishdi. Nimani birinchi bo'lib sizlarga aytmoqchiman. To'g'risi, endi avvalambor nasib bu, prям 7-osmonda emasman. Nega? Ya'ni xursandman vizam chiqqaniga. Lekin yo'q degan javobga tayyor edim. Shuning uchun приятно, может chiqmagan depressiyada bo'lardim. Hozir bitta yigit отказ olgan ekan. Yaqindan tanishmasman, shuning uchun hikoyasini gapirib beraman. Amerika vizalarim ham bor edi, nega отказ berdi? Bank statementlarim zo'r edi dedi. Bilmayman dedim. O'sha yerda kimlardir gapirib ketib qoldi-da, "Voy, finansingizga yo'q degan, u nima narsangizga yo'q degan." Sizlar o'tib bo'lmagansizlar, qayerdan bilasizlar nimaga yo'q deganni? Odam ichiga kirib chiqib bo'lmaydi-ku. Men o'zimning fikrimni aytdim. Men sizga aniq ayta olmayman. Men spetsialist emasman. Spetsialistman, ekspert emasman. Ekspert bo'lganimda ham просто nega отказ berdi, senga mana bunga отказ berdi deb ayta olmasdim. Chunki o'rganish kerak vaziyat nimagaligini. U yerda pososiyada odamlar просто aytishayotdi-da. Unga отказ berdi, bunga berdi, mana bunaqa bo'lgan, sen qayerdan bilasan? Mo'sh shu kuni hayajondan gapira olmagandir, nimadir boshqadir. O'zimni viza olganimga keladigan bo'lsam, men aytishingiz mumkin, что finansiy statement balkim yaxshidir deb. Yo'q, buni hozir eshitdim, bundan ham yaxshi bola ololmabdi. Menimcha moliyaviy, endi rol o'ynaydi, moliyaviy imkoniyatingiz rol o'ynaydi. Nima baribir все-таки tayyorgarligim yaxshi edi. O'zimni erkin his qildim, bemalol gaplashdim. Diskomfortda emas edim. Proposalni to'g'ri qilib tushuntirib berdim, nega o'qishga ketmoqchiligimni. Suhbat rol o'ynaydi. Bo'lmasam suhbat bo'lmasdi. Men bilmayman suhbatda nechta galочка qo'yishadi, nima savollarga. Может, endi bu ham psixologik bo'lsa kerak-da, bir 10 ta cherta bo'lsa kerak-da. Tashqi ko'rinish, hayajonlanishi, yolg'on bormi, yo'qmi? Endi mening fikrim bo'yicha mana shunaqa primerni galочкаlar qo'yib chiqsa kerak deb o'ylayman men. Men ko'rmaganman ichkarida nima bo'lishini. Shuning uchun nimadir kriteriyalarga to'g'ri kelsangiz, menimcha shular ham rol o'ynaydi. Men o'zimni juda ham ko'nglim xotirjam chiqdim suhbatdan. Hujjatlarimdan ham ko'nglim to'q edi. Ya'ni, demoqchi bo'lganim, birovni misol qilmang, hamma unikalniy. То есть nimagadir sizga hammaga yo'q deb turib sizga berishi ham mumkin. Qaysidir xislatingiz yoqishi mumkin. Shuning uchun eng avvalambor yo'q degan javobga tayyor bo'ling va unaqa paritsiya qilmang. Voy, vizam topshirgandan keyin umuman siqilmadim ham, o'ylamadim ham, qachon chiqarkan ham demadim. Mail keldi, esimga tushib qoldi viza topshirganim. Topshirganim bilardim, kun sanamadim. Ya'ni bir paytlar bir gap quloqimga chalingan, haligacha ham esim turadi. Вот meniki mendan ruscha iborat, твоё тебя не уйдет. Meniki mendan hech naqa ketmaydi. Ya'ni nasib bo'lgan bo'lsa ketaman dedim. Вот nasib qilibdi, mana vizam chiqdi. Mana qolganlarga ham tilab qolaman, что studentskiy vizalarni olsin. Mabodo vizangiz chiqmasa, tushkunlikka tushmang. Bu oxiri emas. Davom eting. Rejani o'zgartiring, maqsad emas. Shu, hammaga omad tilab qolaman. Bizni kuzatishda davom etinglar.